Bismillahirrahmanirrahim. İbn Taymiye rahmehullah'ның Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam namlıq kitabından dərs qılıb atqan. Bugün alimlarning ixtilaf qilish sabablaridan 3-chi sababni bayon qilib o'tamiz. As-sababu salisu i'tiqadu da'fil hadisi bi ijtihadin qad khalafahu fihi ghayruhu. 3-chi sabab alimning bir hadisni o'zining ijtihodiga tayanib turib da'if deb e'tiqod qilishi va buning qarta uningdan boshqa bir olim bu hadis da'if emasdi, sahih hadisdi deb uning ixtilof qilishi. Ma'a qat'in nazar an tariqin akhar. Hadisning boshqa yo'lidan qat'iy nazar. Yoki bu mujtahidning to'g'ri bo'lsin, yoki uningdan boshqa mujtahidning to'g'ri bo'lsin, yoki kullu mujtahidin musibun. Har bir mujtahid hamma mujtahid to'g'ri qiluvchidir deydiganlarning nazarida har ikkisining to'g'ri bo'lsin. Valizalika asbabun. Buning bir qancha turlik sabablari bor. Bularning qatoridan, ya'ni bir hadisni bir mujtahid da'if deb qabul qilmay, boshqa mujtahid bu hadis sahihdi deb qabul qilishning sabablari deydi. Bulardan birinchi sabab ay yakuna al-muhaddisu bil hadis ya'taqiduhu ahaduhuma da'ifan va ya'taqiduhu al-akharu thiqatan. Bu hadisni so'zlagan muhaddisni bu ikki mujtahidning birisi da'if deb e'tiqod qiladi va yana birisi siqa ishonchli deb e'tiqod qildi. Va ma'rifatu rijali ilmun wasi'un. Rijallarni bilish ilmi bu bir keng ilm. Biz hozir mustalahul hadis ilmi kirib ketamiz. Qad yakunu al-musibu man ya'taqidu da'afahu li-ittila'ihi ala sababin jarih. Qoida to'g'rini topquchi kishi bu hadisni da'if deb e'tiqod qilgan kishi bo'lishi mumkin. Sababi uning majruh qiladigan sabablarni bilganligi uchun. وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح. Qoida to'g'riliq boshqalar bilan bo'lish mumkin, ya'ni boshqalarning to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki ashu sababning, ya'ni boshqalarning nazarida majruh deb qaragan ashu sababning majruh qilgan sabab emasligini bilganligi uchun. إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح وهذا باب واسع. Bunun sebebi emdi. Yoki uning turi, ya'ni ashu sabab ash illatning turi majruh qiladigan sabab emas, yoki uning uchun bu sababda bir uzr bor. Masalan bu illat boshqalar illatdi, bu sababdi, shuning bilan hadis da'if bo'lib qoladi degan deb qaragan shu illat mustalahul hadis ilmida majruh qiladigan bir illat bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir ravi burun fasiq bir kishi bo'lgan bo'lsa, keyin tavba qilgan bo'lsa, bir mujtahidga bu kishining tavba qilganligi yetmay qolgan. Yana bir mujtahidga uning tavba qilgandan keyin muhaddis bo'lib ketgan ahvoli yetgan degandek. Yoki uning bir o'zrisi bor. Masalan, bir kufr so'zni aytib qolgan bo'lsa, bir mujtahid uning nima sababdan aytganligini bilmaydi, lekin yana bir mujtahid uningki majburlanganlik sababidan kufr so'zni qilib qolganligini, mushu sababni biladi, shuning bilan bu uzrlik deb qaraydi. Bu bo'lsa bir kengri sohadir, kengri bobdir. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. Ölümalarning rijallar ilmida, ya'ni hadisning raviylari bo'lgan rijallar ilmida va ularning ahvollarida ijmo va ixtilof bor. Ulardan boshqa ahli ilmlarning boshqa ilmlarda ixtilof va ijmosi bo'lganiga o'xshash. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. واختلاف لنا سببدن yana mujtahid bu muhaddisni o'zi uningdan hadis so'zlagan kishidan, ya'ni shayxidan anglagan deb e'tiqod qilmaydi. Uningdan boshqa mujtahid uni anglagan deb e'tiqod qiladi. Shuni taqozo qiladigan ma'lum sabablar tufaylidan. ومنها أن يكون للمحدث حالان. Bu sebeplerden qatardan yana muhaddisning ikki xil holati bo'lishi mumkin.
Halu istiqama va halu ittirob. Hal istiqama degeni masalan nayt taqvodor va hadislarni aralashtirib qo'ymaydigan, unutib qo'ymaydigan degandek. Hal ittirob degan masalan yaqtalita, ya'ni aralashtiradigan yoki tahtariqu kutubuhu. Uning kitoblari kuyib ketgan degandek. Fama haddasa bihi fi halil istiqamati sahih. Shuning uchun istiqomat holatida rivoyat qilgan so'zlagan hadislari sahih bo'ldi, buni qabul qilamiz. Va ma haddasa bihi fi halil ittirob da'ifun. Ya'ni ittirob holatda rivoyat qilgan so'zlagan hadislari da'if bo'lib, buni qabul qilmaymiz. Fala yudra zalika al-hadis min ayyi naw'ayn. Shuning bilan bu hadisning bu ikki turdan qaysi turdagiga kirdiganligi bilinmaydi. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ونندم باشقا مجتهد bu muhaddisning istiqomat qilgan shu holatda hadis so'zlagan hadislari qatoridan ekanligini bilgan bo'lsa, shuning bilan bu ikkisi ixtilof qilib qoladi. Va minha ay yakuna al-muhaddis qad nasiya zalika al-hadis. Muhaddis u hadisni unutib qolgan bo'lishi mumkin. Falam yazkurhu fima ba'd. Keyincha uni tilga olmagan bo'lishi mumkin. Aw ankara ay yakuna haddasa bihi. Bu hadisni o'zi hadis so'zlaganligini o'zi inkor qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni men bu hadisni so'zlamagan deb inkor qilgan bo'lishi mumkin unutib qolganlik sababidan. فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. شعب مجتهد بني hadisni tark qilishni taqozo qilgan bir illat deb qaraydi. Va uningdan boshqa mujtahid bo'lsa, bu hadis bilan dalil qilishga, dalil ko'rsatishga yaraydigan hadis deb qaraydi. Bu yerda masala ma'lumlik. Ya'ni ixtilofning sababi haqidagi bu masala tushunishlik bo'ldi. ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أم شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز حتى قال قائلهم. Bu ixtilof sabablarining qatoridan nurg'unlagan hijozliklar Iroqlikning hadisi yoki Shamliklarning rivoyat qilgan hadisini hujjat qilinmaydi agar bu hadisning Hijoz zaminida asli bo'lmasa. Hatto ularning ichidan ba'zilar mundaq dediki: "Nazzilu ahadis ahli al-Iroq manzilata ahadis ahli al-kitab, la tusaddiquhum va la tukazzibuhum." Iroq ahlining rivoyat qilgan hadislarini ahli kitobning hadislarining o'rniga qo'yinglar. Uni yolg'onga chiqarmanglar. Rastqim chiqamanglar, tasdiqlamanglar va yolg'onga chiqamanglar. Chunki Iroq ahli nayt fitnaxo qavm bo'lg'achqa, ulardan nurg'unlagan fitna chiqqan bo'lg'achqa va nurg'unlagan hadislar to'qilma bo'lg'achqa bu gap chiqqan. Ibn Taymiya rahimahullohning bu gapni bu yerda bayon qilishi bularning to'g'ri ekanligini emas, bu gapning to'g'ri gap ekanligini emas, balki mushu sabablar tufaylidan ixtiloflar kelib chiqqan deb ixtilofning sababini bizga bayon qilyotdi. Bu hargizmi bularning bu yerdagi deyilgan gapning to'g'ri ekanligini tushundirmaydi. Chunki Iroqdanmi nurg'unlagan muhaddis olimlar chiqqan, nurg'unlagan sahobalar Iroqqa berib o'ltiraqlashib, bu yerda hadis rivoyat qilgan kishilarga ilm o'rgatgan. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. مثلا برسجة سفيان و منصور دين و إبراهيم دين و علقمة دين و عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دين مشو سلسلة بلان روايات قلنغان حدثلات حجة بلامدو دسا bu kishi javob berib, agar bu hadisning Hijozda asli bo'lmasa, qabul qilinmaydi, hujjat bo'lanmaydi deydi. Ya'ni bu bir ixtilofning sababi. Hargiz bu yerda keltirishi bu gapning to'g'ri gap ekanligini bildirmaydi. Chunki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu katta o'lima bo'lgan, Iroqqa berib, shu yerda ilm taqatgan katta sahoba. Ya'ni ba'zan Iroqliklarning to'qilma hadislarni ko'p rivoyat qilganlik tufaylidan bu gap kelib chiqqan. Lekin bu to'g'ri gap emas. Hammani bir tayoqda bunday desa bo'lmaydi. Chunki Iroqdanmi nurg'unlagan
sahabeler chiqqan va ular nurg'ulg'an sahih hadislarni rivoyat qilgan va nurg'un sahabelar Iroqqa berib ilm o'rgatgan va islom dinini yaygan. Va haza li i'tiqadihim, ya'ni buning sababi ular munda o'ylab qolgan. Anna ahlul hijazi dabatu sunnah. Hijaz xalqi sunnatni aniq bilatdi. Falam yushazza anhum minha shay. Bu sunnatlardan Hijaz xalqidan hech qanday bir sunnat chet qolmagan. Wa anna ahadith al-iraqiyyin qad waqa'a fiha ittirabun awjaba at-tawaqquf fiha. Va Iroqliklarning hadislarga bo'lsa, ular ittirob tushgan va bu hadislar haqida to'xtashni taqozo qilgan deb mushunda e'tiqod qilib qolgan bo'lar. Va ba'dul iraqiyyin yara alla yuhtajja bi hadisi shamiyyin. Ba'zi iroqliklar de shamliklarning hadisi bilan hujjat qilishga bo'lmaydi, ularning hadisini qabul qilsak bo'lmaydi deb qaragan. Va in kana aksarun nasi ala tarki at-tad'if bi hada. Gerçi nurg'ulg'an kishilar bu sababdan hadisni daif deb tark etish bo'lmaydi deb qaragan bo'lsa-mu. Ya'ni Şamlıqlarning hadisi, Iroqlikning hadisi deblam hadisni daif chiqarib qabul qilsak bo'lmaydi, hujjatga yaramaydi deb qarashni tark qilgan, buni qilmagan. Ya'ni bu sababni hadis daif bo'ladigan bir sabab deb qaramagan. Shundaq turuqliq ba'zi kishilar shunda deb qaragan, ya'ni Iroqning hadisini qabul qilmaymiz, Shamliqning hadisini qabul qilmaymiz deb qaragan. Bu bir ixtilofning sababi. Yargizmi bularningki gapining to'g'ri bo'lganligi uchun Ibn Taymiya rahimahulloh bu yerda buni keltirgan. Famata kana al-isnadu jayyidan kana al-hadisu hujjatan. Amda ma'u to'g'ri gap. Qachonki isnad yaxshi bo'ldigan hadis hujjat bo'la oladi. سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. Mayli o hadis Hijazlikning hadisi bo'lsin yoki Iroqlikning hadisi bo'lsin yoki Shamliklar rivoyat qilgan hadis bo'lsin yoki boshqalar rivoyat qilgan hadislar bo'lsin, isnad yaxshi bo'lsa hadis hujjatlikka yaraydi. Mana bu to'g'ri gap. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن. Abu Davud rahimahullah har qaysi shahar xalqining boshqalarga o'xshamaydigan rivoyat qilgan hadislari haqida, sunnatlar haqida bir kitob yozgan. Bayyana maxtassa bihi ahlu kulli Misr min al-amsar min as-sunan allati la tujad musnadatan 'inda ghayrihim. Bu kitobda Abu Davud rahimahullah har qaysi shaharlardan har bir shahar xalqiga xos bo'lgan sunnatlarni bayon qilgan. Ya'ni bu sunnatlar ulardan o'zidan boshqalarda yo'q bo'lgan, musnadlarda yo'q bo'lgan sunnatlarni bayon qilgan. Masalan, Madina, Makka, Taif, Dimashq deb Madina xalqi rivoyat qilgan hadis, Makka ahli rivoyat qilgan hadis, Taif, Dimashq, Hims, Kufa, Basra deb shunday ayrim shular xos bo'lgan sunnatlarni bayon qilgan. Ila asbabin ukhar ghayru hadhihi. Bulardan boshqa, yana boshqa sabablar tufaylidan olimlar hadisning daif va sahih ekanligida ixtiloflashadi. Darsimiz bu yerda oxirlashadi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.